Agarda sizda 7 va 11 yosh oralig'idagi farzandingiz, ukangiz yoki nabirangiz bo'lsa va siz ularning taqdiriga bee'tibor bo'lmasangiz, bu video aynan siz uchundir. Yoshlarning 1 va 5-sinf oralig'idagi olgan ilmi, vaqtini qanday o'tkazishi keyingi hayotiga poydevor bo'ladi. Bu jarayonda siz farzandingizni xorijiy tillarni o'rganishiga va matematik qobiliyatlarini oshirishiga qattiq e'tibor qarating. Qaysi o'qituvchidan dars olayotgani juda ham muhimdir. Shuning uchun siz maktabga borib, o'qituvchilarni albatta nazorat qiling. Farzandingiz ingliz tili va rus tilini o'rganayotgan bo'lsa, u gapiryaptimi, yo'qmi, albatta tekshirib ko'ring. Biz hozir grammatika o'qiyapmiz, gaplashishni keyinroq o'rganar ekanmiz degan so'zlarga aldanmang. Siz maktabdan yaxshi o'qituvchini, sinf farzandingizga gapirishni o'rgata oladigan o'qituvchini talab qilishga haqqingiz bor. Shundagina siz 1 va 5-sinf o'rtasidagi farzandingiz ilm o'rganishi, tillarni o'rganishi va keyingi hayotida ularni qo'llashiga birinchi qadamni qo'ygan bo'lasiz. Shundagina sizning farzandingiz 5-sinfdan keyin til o'rganish uchun qo'shimcha darslarga borishga hojat yo'q. Bu holatda agar siz farzandingizni ilmga qiziqtirsangiz, keyingi holatda telefonga, boshqa o'yinlarga qiziqib ketishni oldini olgan bo'lasiz. Farzandingiz ilmga qiziqqan holda maqsadlari va orzularini shunga bog'lasa, butun bir hayoti faqat to'g'ri yo'lda bo'ladi va siz ham rohat farog'atini albatta ko'rasiz. Shuning uchun sizning yosh farzandingiz taqdiri uchun hozirdan harakat qiling.